Kelgan yilida farzandingizda nima muammolar bor edi? Farzandimda ZPRS tashxisi qo'yilgandi. Bir yoshi 6 oylik, 7 oylik edi. Ismiga qaramasdi, ko'z kontakti yaxshi emas edi. Hech narsaga reaksiya bildirmasdi. Misol uchun, uni turtsangiz ham, narsasini olib qo'ysangiz ham hech qachon reaksiya bildirmagan. Umuman befarq bo'lgan, o'yinchoqlarni ham to'g'ri o'ynamagan. Vrachimizni logoped mashg'ulotiga olib boringlar, dorilar bilan birgalikda logoped mashg'ulotini olsin degan Geslar markaziga olib keldim. Kelganimizga 3 oy bo'ldi. 3 oy ichida logaritmlar chiqdi. Oldin umuman so'zi yo'q edi, bitta ham tovush aytmas edi. Logaritmlari chiqdi, hamma tovushlarga logaritm chiqdi. Keyin tushunchalar paydo bo'ldi. Oldin yo'q edi. Misol, suv ichkisi kelsa, hozir bokalini ko'tarib keladi yoki piyolarni ko'tarib keladi. Yutgisi kelsa, yostig'ini ko'tarib keladi. Keyin ko'chaga chiqmoqchi bo'lsa, oyoq kiyimini ko'tarib keladi. Hozir shunaqa tushunchalar paydo bo'ldi. Nimadir deb tushunib olmasam, qo'limdan ushlab olib ko'rsatyapti menga o'sha narsani. Kattakon rahmat Shohsonga. 3 oyda mana yaxshi rezultat beryaptilar. Xudo xolasa yana ham yaxshi bo'lib, sog'lom bolalar qatoriga qo'shilib ketguncha kelamiz. Ko'nglingiz to'lyapti. To'lyapti, rahmat.